Yurgen Kloppga respekt, u nafaqat haqiqiy murabbiyligini, balki haqiqiy insonligini, qolganlarga namuna bo'ladigan odamligini ko'rsatmoqda. Nega bunaqa deyapman? Xabaringiz bor, yakshanba kuni Liverpool Manchester City o'zaro uchrashuv olib boradi. Ushbu uchrashuv Pep Gvardiolaning faoliyatidagi yubiley 1000-o'yin bo'ladi va bu bilan birinchilardan bo'lib tabriklagan inson Yurgen Klopp bo'ldi va Pepga video xabar jo'natdi. Hozir men sizlarga o'sha video xabarning chiroyli variantini keltirib tarjima qilib beraman. Siz esa meni kanalimga obuna bo'lib qo'yasiz. Unda boshladik. Do'stim, klubdagi 1000-o'yining bilan qutlayman. Yoshing hali juda yosh ko'rinadi, lekin shunday ulkan marraga allaqachon yetib kelgansan. Ishonib bo'lmaydi. Balki aytishim shart emasdir, lekin men bu natijaga sendan 81 o'yin oldin kelganman. Ammo men sendan oldin kelgan yagona holat shu bo'lsa kerak. Qolgan hamma jabhalarda mendan ustunsan. Xullas, hammasi joyida. Men shunchaki hazillashdim. Men million marta aytganman, sen bilan faoliyatimiz davomida to'qnash kelish sharaf va zavq edi. U o'yinlar eng og'iri bo'lgan, lekin ayni paytda eng yoqimlisi ham. Chunki sen bizni barchamiz uchun ilhom bo'lgansan va shunday bo'lib qolmoqdasan. Futbolni tushunishing deyarli tengsiz va har kuni ko'rsatayotgan ishtiyoqing haqiqatan ham ajoyib. Pep, seni tabriklayman. To'g'risini ayting, Yurgen Kloppning murabbiylik faoliyatini sog'indingizmi? Shaxsan men sog'indim va agarda u murabbiylikka qaytayotganda qaysi klubga qaytishini xohlardingiz? Buni kommentariyada qoldiring.